Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Mana navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Akfa alyumiy profildan veranda tayyorladik. Zolotoy dub, oynasi yo'q bir qavat olgan. Xo'p, buni Andijon viloyati Xo'jaobodga qilib berdik. Buni общий uzunligiga keladigan bo'lsak, uzunligi 13 metr bo'ldi, bo'yi 265 bo'ldi. Romlarimizni 5 ko'zdan qilib berdik, o'rtasidan bittadan ochib berdik. Ko'rishingiz mumkin mana. Har doimdek juda ham zo'r chiqqan mana. Har doimdek usullarini urib berganmiz, bir qator ko'rsatib o'taman. Usulni o'raganmiz arkafon bilan. Buni kvadratiga keladigan bo'lsak, kvadrati 580 mingdan chiqdi. Zamoyni ham original kattasidan qo'yib berdik. Eshikni ochib yopilishini ko'rsatib o'taman. Juda ham zo'r chiqdi. Xudo xolasa, bu ikkinchi eshigimiz. Bu yerda ikkita eshik, 3 ta rom bor. Buni ham eshikni ochib yopilishini qator ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa, juda ham zo'r chiqdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Pastda nomer qoldiramiz. Vodiy bo'la xizmatdamiz. Dastlabki ustanov kamasi ichida. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yamiz. O'z izohiylarni kommentariyada kutib qolaman, xudo xolasa. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Shunaqa akfa qidirib yurgan odamlarga jo'natib qo'yamiz bu videoda. Xudo xolasa, juda ham zo'r chiqdi mana. Rahmat hammaga e'tiborlar uchun.